Assalomu alaykum hurmatli Diyoruz kanali obunachilari. Biz sizlarga hozir videoda boshidan eksperiment bilan boshlaymiz. Aka bitta sakrab bering. Necha kilo olsiz aka? Aka, necha kilo olsiz? 70 kilo. 70 kiloli akamiz mana bemalol chiqyaptilar. Natijni patologiyamiz hech narsa yo'q. Hammomga zakaz qilingan natijni patologiyamiz ekan. Borib o'rnatib berilishar ekan akalarimiz mana. Bitta tortib ham ko'rsataylik. Buni ham bitta tortib ko'rsatamiz. Bor kuchingiz bilan qo'ymasdan tortib oling. Bir Kuch bormi? Bor. Kuch bormi? Akalar ko'rib turganlaringda natijni pati bukildi. Endi bu o'zini holiga kelib qoladi aka. O'zini holiga kelib bo'ldi. Ha, uji kelib bo'libdi mana. Ko'rib turganlaringda hech qanaqa yetilmaydi, netmaydi. G'ijim ham bo'lib qolmas ekan. Ya'ni ves ko'taradimi deganlarga yo bo'lmasam yetilib ketadi natijni patologiya degan akalarımizga o'sha mana hozir biz tikilish jarayoniga olib kelib ko'rsatyapmiz. Pata akalarimiz o'sha qirg'og'i, ayni eng asosiy ushlaydigan joyi aka. Shu. Asosiy ushlaydigan joyini tikish jarayoni. Hozir videoda oxirigacha ko'radigan pata bo'lsalaring, hozir akalarimiz aksiya ketyapti ekan, juda arzon narxda qilib yuborishibdi. Narxlarni ham yorib beramiz, hamda natijni patologiyalarni ham yorib beramiz. Endi biz natijni patologiyada aka, hozir batta qana jarayon ketyapti ichkarida? Chapanasiga qilib aytaymi? Ha, chapan. Tug'ilish jarayoniga kelyapti. Tunus. Ya'ni Zagatopga desa ham bo'ladimi? Shunaqa. Zagatopga joyi. Mana akalar ko'radigan bo'lsalaring, bet qara joyinda aka hamma yo'lni terib qo'yibsizlar. Ko'rib turganingizdek, har xil rasvetkasi bor. 100 dan oshiq. Kimi ko'ngli qanaqa rangni tusasa, shu rangni qilib beramiz. Qizil, oq, ko'k, sariq. Necha xil? Bu uni yangi Tiffany svetdan ekan aka. Shunaqa. Tiffany Ichini ko'rsangiz mana blesk. Bu bular adnatonnilar ekan. Bular adnatonnik hisoblanadi. Bular bu tomonda ham adnatonnik ekan. Bular hammasi flex material. Biroz berib tursangizmi, ushab turaman. Qo'lingizda biroz ushab. Bu barcha ikki xili bo'ladi, adashmasam. 3 xili bor. 3 xili bor. 3 xili bor. Birarga ishonmaydi, 3 xil material bor desangiz, aldayapsiz. Endi uni chekadagini ushab ko'ring. Moni. Shu materialdan. Ha, o'sha. Bu Bunisi sal yuqoriroq ekan, to'g'ri? Bu hammi aka? Bunisi ham qalinroq. Buni rangida ham farqi bo'ladi. Buni odam ko'z bilan ushlasa keyin farq ekan xolosda. Haqiqatan o'shunda endi narxida farq qiladimi o'sha? Narxida 10 ming so'mdan farq qiladi. 10 ming so'm. Hozir eng arzon nech bilan boshlanadi? 60 ming so'mdan. Ha, 60 ming so'mdan. Xalit degan materialimiz bor. 60 ming so'm, MSD degan materialimiz 70 ming, Flex degan materialimiz 80 ming. 80 ming. Hozir eng arzoni ham 70 mingdan video qilyotgandik. Mana undan ham arzon joyga kelibmiz. Ya'ni 60 ming so'mdan kvadratini qildirsalaring bo'ladi. Keyin eng qimmat materialimizni birinchi tomoni qalin. Xo'p. Yaxshi tomonlari. Ikkinchi yaxshi tomoni kalamush, chichqon kelmaydi, hidi bor. Hidi bor. O'zini hidi bor, uyga bilinmaydi u narsa. Uchinchi eng afzal tomoni yonmaslik xususiyatiga ega. Ha, umuman yonmaydi. Tutagan joyidan ulashib ketmaydi. Ulashib ketmaydi bu. Qolgan materiallarimiz ulashib qora tutun chiqib ulashib ketadi. U metri necha pul kvadrat unisi? 80 ming so'm. 80 ming so'm. Flex degani. Flex. Xo'p, batta hozir adashmasam metr 40 shu uyga o'lchamlar olingandan keyin aka. Uyda o'lcham olinadi. Temur Farg'ona. Bu zakazga ekan, a? Bu zakazga. Temur Farg'ona. Mashina menimcha adashmasam kesilar ekan, keyin battan kesilgandan keyin bu menimcha gulxonaga tepaga chiqib gul bosiladi. Gul bosiladi. Bo'lmasam hozir videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, o'sha 60 ming so'mdan boshlanib 80 ming so'mgacha materiallar bor. Yana bitta yangiligimiz bor siz obunachilaringizga. Sizning nomingizdan chiqishsa, 80 ming so'm degan materialimizni bir oy ichida siz obunachilaringizga aksiya qilib beraylik. Bo'ldi aka, nech puldan? 1 kvadrat metrga 20 ming so'mdan skidka beramiz. O'shunda 60 ming bo'ladimi? Eng zo'ri 60 ming so'mdan bir oy. Ya'ni 25-iyulgacha. 25-iyulgacha 60 ming so'mdan qoyil. Diyoruzdan oldin albatta aytib qo'yasizlar, o'sha eng qimmatini ham 60 ming so'm qo'yadi. Обязательно bizning kanalga o'tib obuna bo'lishsin. Obuna bo'lish kerak. Biz o'zimiz Instagram kanalimiz bor, YouTube kanalimiz bor. Ish jarayonlarini qo'yib ketamiz. Aytganim, ustanovka jarayoni, xonadonga qo'yiladigan qiziqarli videolar bo'ladi, uyga bor, qana ustanovka bo'ladi. Akalar hozir videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsa, aka bunaqa gul devorlari, rasmlar ham bor, adashmasam. Foto bo'ylarda tepaga chiqqanda ko'proq ma'lumot beramiz. Bo'ldi, bo'lmasa hozir tepaga chiqib davom ettiramiz. Xo'p, akalar, mana gul bosiladigan joyiga ham yetib keldik. Batta bunisi aytganimizda ikkinchi etap. Ikkinchi etapda orqasidan o'ting. Apparat orqasiga o'tsangiz. Orqasiga o'tadigan bo'lsa, adnatonniy materialni ko'rganingizda mana tiqiladi.
Sizga bunaqa sekretlarni hech kim ko'rsatmagan bo'lsa kerak. Aha. Qilib, Ha, tevaga yurib chiqib ketadi, to'g'rimi aka? aha. Tevaga yurib chiqib ketib, kabi naqshlarni vaqt o'tamiz. Bu tomonda mana ko'rib turganingizdek gul bosiladi. Yo'q. Bu aka zyo'zi nebam mana? Bu звездный neba mana ko'rib turganingizdek hech qanaqa rangi o'chmaydi. Bemalol yuraverasiz. Qaynoq bo'lsa ham rangi qat'iy o'chmas. Hozir mana tanlardan chiqyapti. Aka ayollar bosyapti, lekin hech narsa bo'lgani yo'q. Bu aka necha pulga qilinyapti hozir? Buni agarda halit materialga bosadigan bo'lsak, Aha. 130 ming so'm, MCD materialga bosadigan bo'lsak 140 ming so'm, Aha. flex materialga bosadigan bo'lsak 150 ming so'm qilyapti. 150 ming. Yaqinroq olib kelib bir ko'rsatsangiz, izobrajeniyani qanaqa tanaligini. Aha. To'g'ri. Bu hammasi apparatga bog'liq. Apparatga и kraskaga bog'liq. Bu apparatimizdan ancha katta apparatdan ekan aka. Bu apparatimiz eng qimmat apparat hisoblanadi. Nomi Blueprint. Yaxshigina pul tursa kerak bu ham. Bo'ldi. Yaxshi sifatli mahsulotlar, sifatli, yaxshi qimmat apparatlarda bosib chiqariladi. Keyin bunga ham aksiya beraylik. Aha, bo'ldi aka. Eng qimmat, eng zo'r materialga, flex materialiga 150 ming so'mdan qilamiz. Siz obunachilaringiz siz nomingizdan chiqsa, Aha. 120 ming so'mdan qilib beramiz. Qo'y, ya'ni 30 mingdan 30 ming so'mdan 10 kvadratiga 300 ming so'm pul yutoradi. Qo'y, akalar ulgurib qolasizlar. Bir oy ichida. Bir oy ichida ekan, faqat 26 yo 25-iyulgacha. Shunaqa. Hozir bo'lmasam bunday qilaylik, nari tomonda ham yana ishlab chiqarish joyi, ag'da ham gullari ko'p. Keyin yana bir narsa aytib o'tib ketay. Aha. Adashmasin. Luks patalka. Chunki juda ko'p Telegram kanallarda ko'ryapman. Lyuks patalka ortida, ya'ni ish yuritishyapti. Ishlashyapti. Bizning nomerlarimiz, ash ikkita nomerimiz bor, tagida yozib qoldirib ketamiz. Ash nomerlardan aloqaga chiqsa, lishni o'zim olaman telefonni. Originali o'sha bo'ladi. Original o'sha bo'ladi. Bu. Xo'p, akalarimizda yana bunaqa divorlarga chiroyli fotobo'y xizmatlari ham bor aka. Bu ko'rib turganingizdek 3D fotobo'y. 3D fotobo'y. Ya'ni kamerada ko'rsatsangiz ham maylari xuddi o'yilib chizilganga o'xshaydi. Tog'lar o'yilib tekis. Bunga ham 10 yil garantiyasi bor. Bunda ham yangiligimiz bor. 150 ming so'mdan qilib kelganmiz shu paytgacha. Siz obunachilaringizga 140 ming so'mdan qilib beramiz. 140 ming so'mdan qilib istalgan suratda aka chiqarib beramiz. beramiz. Podvalda rasmga oldingiz, videoga oldingiz. O'shani sizlar laklik hisoblanadi, ya'ni lakirovanный, bleski bor. Unisini 200 ming so'mdan qilganmiz, uni bir oy ichida 180 ming so'mdan qilib beramiz. Faqat siz obunachilaringizga. Ya'ni aka bo'lmasam pastda nomer aloqa etsa, siz o'zingiz to'liqroq ma'lumot berasiz. Balki video davomida to'liq bermagandirmiz. Buni qulaylik tomoni shuki, cheksiz miqdorda uzunligi. Bunaqasi ketadi, cheksiz ketaveradi. Qancha uzun bo'lsa ketaveradi, to'g'rimi? Bo'ldi akalar. Ulgurib olasizlar aksiyaga. Xo'p, akalar mana ichkari ham kirib oldik. Bitta ham mana tayyor hozir zakazlarga natijnoy chiqadi. Natijnoy emas, bu fotobo'y. Bu fotobo'ymi? Fotobo'y. Qo'y. Materialda mana boshqa joyda ushlagan bo'lsangiz, ancha farqi bor. Orqasida junli material, oddiy aboykalar bilan yopishadi. Buni rangiga ham 10 yil garantiya beriladi. 10 yil. 10 yil davomida rangi o'tsa, boshqa qilib beramiz. Jichi ochilichi bu daraxtni rangini rasmini chiqaribsizlar, aka adashmasam. Qo'y. Eng yaxshi materialni agarlar ulgurib qo'ylar kvadrati 130 ming so'mdan, hozir aksiya. 140 ming so'm. 140 ming so'm. 140 ming so'm. 140 ming so'm deydilar. Aniq. Aksiya desam, bir yo'l aksiya qilyapman. Aka bu tomondagi ham menimcha gulli fasondagi shekilli aka. Buni ko'rib turgan bo'lsangiz, figurasi sal oysimon. Uyda ko'sti bor shekilli. Uyda ko'sti bor, shunaqa figurada qilingan. Figurasiga moslab, любой figuraga qilib beramiz. Ya'ni uyda ko'sti bo'lsa ham, o'shini o'zlarining to'g'rilab, aka o'sha odam telefon qilib, zakasi uyga borib o'lchash, hamma yo'qlari shu pulni ichiga kiradi. Shu pulni ichiga kiradi. Boshqa alohida to'lov qilinmaydi. To'lov qilinmaydi. Dastlabki xizmatlar qat-qatgacha ishlaysizlar aka? Butun O'zbekiston bo'yicha. Butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqsa, Toshkent, Samarqand, juda filialimiz ko'p. Ya'ni chet davlatlardan olsak, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekistonimizda Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Andijon, Toshkentda bor. Demak, hamma joyda bor ekan. Gullilarimiz necha pul bo'lyapti aka hozir? Gullarimiz aytib o'tganimizdek flex materialimizga 150 ming so'm aslida qilinyapti.
siz obunachilaringizga 1 oy 120 ming so'mdan qilib beramiz. 120 ming so'm. Eng arzoni-chi aka? Flexdan masalliroq materialligi. 60 ming so'm. 60 ming so'm. Kunligiga 130 ming so'm. 130 ming so'm. Akalar, ko'rib turganlaringni mana ishlab chiqarib joyi. Bu ham hozirgi stan kichikroq stanoy ekan-a Bu kichkina stanoy. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 ta stanoyimiz bor. U bilan 4 ta. 2, 3, Siz 4 ta. vodiydagi eng katta Natija patolog ishlab chiqaradigan sexdamiz. Narxlari ham shunga yarasha konkurent ko'pligini hisobiga akalarimizda eng arzoni, o'sha aytganimdek 60 ming so'mdan boshlab ag'iga qarab ketaveradi. Pastda akamiz nomeri bor. Qanaqadir to'liq ma'lumot bermagan bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqib yoki ijtimoiy tarmoqlardan yozib o'z fikrlarini keyin gapingiz bo'ldi, uzr. Usta akalarimiz birga ishlamoqchi bo'lsa, hamkorlikda. Bizda rulon deydimi, pushka deydimi, gaz balon deydimi, instrument deydimi, lampochka deydimi, hammasi bor. Biroq instrument bor, instrumentlarimiz ham bor. Natijnoga taalluqli narsa bo'lsa-ki bor. Usta zabtasi oqtarib yurganlarga shu natija patologik yo'nalishida. Xo'p, aka bular nima bular? Bu kesadiganlar Pichog'imiz. Aha. Bunisi kichkina shpatelimiz. Natijnoga tiqadi. Bunisi katta shpatel, bunisi figuralik, qaychi, shpatel, kley, svetilnik. Ha, ya'ni hamma Ular mahsulotlar. natijnoga nima kerak bo'lsa, hammasi o'zimizda bor. Bo'ldi, bo'lmasam akalar bemalol pastda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Vodiydagi eng katta natijani patolog ishlab chiqaradigan sexga kelganmiz. Sog' salomat bo'linglar. Aka, sizga ham katta rahmat. Salomat bo'linglar.